bunday tortsalaring sekin mana o'zi chiqaveradi tagida. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bu tomonni tortib olib tashlaysizlar. Keyin tepasini olasizlar. Tepasini mana sekin ko'rasizlar. Junini yulib olish kerak emas. O'shunda ham eng qiziq tomoni bor. Mashina narsa o'tda yonmaydi bundan. Mana. Do'stlar, top-toza bo'ladi, oppoq bo'ladi do'stlar. Bu aslida o'zi buni funksiyasi ya'ni damlarda nimani tutunni ushlab qolish. Eng qiziq tomoni e'tibor qilinglar. Chugundan qilingan, shuni yopasiz. O'har, yopilishi ham qiyin. Ana do'stlar, bu vaqtda titan katolar do'stlar O'zbekistondagi hozir eng juda dangasa katolardan bitta zagruzka qilasiz, 4 kun 5 kun dam olasiz. 10 kvadrat, 20 kvadrat, 10 xona, 5 xona, 8 xonali do'stlar, 2 etажli uylarga bemalol zo'r aytyapti. Hattoki dachalarga ham olishyapti. Agar siz ham bu vaqtda titan katolarni olib, oyiga $100 rasxod qilib, 5 ta 10 ta xonangizni issiq qilmoqchi bo'lsangiz, past raqamga aloqa chiqaringlar.